tumanida yig'ilish qatnashchilari hozirgi kunda tadbirkorlarimizga keng hamkorlashib kreditlar ajratilmoqda. Ayniqsa shu hozirgi kunda Oltinko'l filialimizda 312 bo'yicha 312 sonli qaror bo'yicha keyin biznesga ko'mak doirasida 17 milliongacha, mahalla loyihasi bo'yicha 50 milliongacha bo'lgan kreditlarimiz bor. Agar shular bo'yicha muammo bo'ladi yoki qanday topshirgan bo'lsalaring, shulardan olishda amalga yordam beramiz. Agar kimlarga muammo bo'ladigan bo'lsa, yana bitta narsani takrorlab aytmoqchiman. Shu uchala kreditlarimiz mahsulotidan ham ayollarga 1-apreldan boshlab 28-martdan boshlab 23%, ya'ni 2%ga sal kamroq qilib imtiyozlar yaratildi. Shu bo'yicha ham xudo xohlasa yangiliklar bor. Agar topshiradigan hujjat topshirsalar topshiradi. Agar kimlarga muammo bo'ladigan bo'lsa, shularni hal qilib oxirigacha beramiz. Kimlarga savol bo'lsa, bemalol